Og'riq qoldiruvchi dorilar bilan simptomatik davolash har doim ham shifo topdi degani emas. Hozirgi bemorimiz ayni shu holat bilan Andijon viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazimizga murojaat qilgan. Yerda o'zimizda doktorlarga uchradim. So'rashmada og'riqqa qarshi qolavergan ekan, uni bermaslik kerak ekan. Og'riqqa qarshi qo'rol juda azob tortib kelganman. Kelib mana Nasibullohga uchradim. Ko'rib, men olib qolib, shu birinchi kuni oshqozonim og'rirdi. Butunda dimlanish bor edi, qabziyat bor edi, ichaklar shamollagandi. Juda qattiq og'rib bo'lardi. Kelib mana Nasibullohga uchradim. Ko'rib, men olib qolib, nega og'riqlar qoldi. Xursandman. Nasibulloh umrlari uzun, rizqlari bo'lsin. Farzandlarini orzu havasini ko'rsin.